Assalomu alaykum Lider Kirol kanali obunachilari. Ishdan kelib qarasam, quyon mana shu ahvolda. Hop, bu quyonga nima bo'lgan deb o'ylashinglar mumkin. Samka quyon taxminan 5,5-6 oylik. Birinchi ishlashi bachadoni chiqib qolgan. Hop, kun kelib quyoninglar shu ahvolga tushishi mumkin. Hamma ma'lumotni berib o'tib ketaman. Shunaqa holatga tushib qolgandan keyin nima qilsa bo'ladi? Davosi qanaqa? Davolasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Hop, bitta yo'li bor. O'tkir pichoq olib, shunaqa holatga tushsa, o'tkir pichoq olib so'yib yuborish kerak. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki mana o'zi bachadon chiqib qolgandan keyin tashqariga srazi infeksiya tushadi. Buni qaytarib joyiga tiqib qo'ygandan keyin ham ichidan zararlanishni boshlaydi. Quyonni mana qiynamasdan, men hozir video tuyatgandan keyin buni sraz so'yib yuboraman. Chunki quyonni qiynalyapti. O'zi holatdan ham bilinib turibdi. O'zi ozib ham ketgan. Endi qachon bo'lgan bilmayman. Endi hozir ishdan kelib qarasam, shu holatda video tugatgandan keyin buni so'yib yuboraman. Hop, o'sha qaytarib joyiga tiqib qo'yganinglardan keyin ham bu zararlangan bo'lib, ichida infeksiya tushib, bekordan qiynaganinglar qoladi. Shuning uchun so'yib yuborgan yaxshi. Endi buni o'zini tozalab, o'sha dezinfeksiya qilib, bachadonni toza holatda solib qo'yganinglarda ham u quyon bo'lsa sog'ayib ketganda ham keyin yana qo'shib, yana quyon bo'g'oz bo'lgandan keyin chiqib qolish, yana o'sha bachadonni yana qaytalib chiqib qolish ehtimoli katta. Yana chiqib qolsa, yana shu muammo bo'ladi. O'zi sog'ayib ketish ham o'zi qiyin. Shuning uchun quyonni so'yib yuborganinglar yaxshi. Endi kimdirlar o'sha, ya'ni o'sha puliga achinib, misol qimmatroq quyonga bu bachadon chiqib qolish quyon tanlamaydi. Bu kasallik emas, u boy quyondan shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Kamdan kam bo'ladigan holat. Kun kelib shunaqa bo'lib qolsa, kimdirlar $100, $200, $300 olgan o'sha Yevropada olib kelsa, mesela $500-600 olib kelgan quyon shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Puliga achinib davolayman desa, shu bitta yo'li bor. O'sha o'zining dori vositalarini olib, o'sha yaxshilab dezinfeksiya qilib, bachadonni yana qaytarib tiqib qo'yish. Unda ham aytib o'tib ketdim. Sog'ayib ketish qiyin. Endi buni hop, yana bitta yo'li, Yevropalarda buni yo'lni qilishadi. O'zbekistonda buni mutaxassis yo'q. O'sha Yevropalarda operatsiya qilib, ya'ni o'sha bachadonni joylab, dezinfeksiya qilib, hop, qaytib chiqmaydigan qilib o'zining moslamarini qo'yib shunaqa qiladi. Lekin O'zbekiston sharoitida buni mutaxassis ham bo'lmasa kerak. Bo'lsa ham men eshitmaganman. Hop, chunki buni hozir operatsiya qiladigan ahvolda emas. Chunki misol shaxsan o'zim Andijonliman. Andijonda bunaqa mutaxassis yo'q deb o'ylayman. Buni operatsiya qilib joyiga solib qo'yadigan. Uncha odamni ham o'sha dezinfeksiya qilib solib qo'yishni o'zi ham qo'ldan kelmaydi. Bu juda ham qiyin narsa. Shuning uchun quyonni so'yib yuborish kerak. O'sha qimmatga bo'lsa ham, qimmatga olgan bo'lsa ham puliga achinmasdan. Chunki o'sha bo'lgan bo'ladi. Men ham o'zim shaxsan o'zim ham achinyapman, lekin quyonni holatini ko'rib turibsizlar, iloji yo'q. Keyin bo'ylab buni birinchi ishlashi 45 kunligida olganman. 3 oy, 4 oy boqdim, buni tayyorladim. Endi ishlatmoqchi bo'lganda, o'sha bo'g'oz bo'lganda shu holatga tushib turibdi. Shu videoni to'xtatgandan keyin buni ham so'yib yuboraman. Endi go'shi karlik bu. Karlik xatot. Uncha go'shi ham chiqib 1 kilo ham go'sht chiqmasa kerak, lekin gap go'shida emas. Gap o'sha ko'rib turibsizlar, quyonning holatini qiynalyapti. Shuning uchun so'yib yuboraman quyonni. Kun kelib quyoninglar bunaqa bo'lmasin, bo'lib qolsa so'yib yuborishni maslahat beraman. Bu quyonni ham qiynamasdan so'yib yuborgan yaxshi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib ketish esdan chiqmasin. Hammanglarga rahmat.